Assalomu alaykum ishonch kuzatuvchilari. Bu hafta uchun mo'ljallangan gazetalar sharhimizni boshlaymiz. Bu hafta aytish mumkinki, juda ham yangiliklarga, tadbirlarga boy bo'ldi. Avvalambor O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritganligi ushbu haftaning eng muhim voqealigi bo'ldi. Butun yurtdoshlarimiz haligacha ushbu kayfiyatda, ko'tarinki kayfiyatda yurishibdi va davriy nashrlarimizning bosh sahifalarida ham biz buni ko'rishimiz mumkin. Barcha davriy nashrlar, tuman gazetalari, viloyat gazetalarining ham bosh sahifalarida qahramonlar milliy terma jamoamiz o'yinchilari bo'lishdi. Yangi O'zbekiston gazetasida, Toshkent haqiqati gazetalar juda ham o'yinlarni, oldingi o'sha chempionatga chiqa olmay qolganimiz tafsilotlari, tahlillarga boy yaxshi maqolalarni ko'rdim. Umuman barcha nashrlar o'ziga xos yondashuv bilan ushbu voqelikni yoritishdi. Undan keyingi muhim yangilik bo'lsa, bilasiz, bir qancha davlatning muhim siyosiy vakillari yurtimizga tashrif buyurdi. Slovakiya davlati bosh vaziri, Bolgariya davlati prezidenti tashrif buyurdi. Shuningdek, Toshkent xalqaro 4-investitsiya forumi bo'ldi. Ushbu forumga 100 dan ortiq davlatlardan 3000 dan oshiq biznes vakillari, juda ham ko'p mehmonlar kelishdi. Demak, ushbu mavzular ham bugungi bu haftadagi davriy nashrlarning asosiy kun mavzusi bo'ldi. Endi esa biz bu haftadagi eng yaxshi yozilgan tahliliy maqolalarga to'xtalamiz. Bilasiz, jurnalistlarni jamiyatning shifokorlari deydi. Xo'sh, jamiyatning shifokorlari odamlarimizni, aholini qiynayotgan qaysi muammolarga yechim qidirdi? Oila va tabiat gazetasi har doim o'zini yo'nalishidan kelib chiqib, albatta bir muhim chiqish e'lon qiladi. 12-iyun kuni e'lon qilingan gazetada ham quruq hisobot bilan quvurga suv kelmaydi. Muallif Shahruza Sattorova yozgan ushbu maqolani. Mana hozir juda ham ko'p yangi uylar qurilyapti. Obod mahallalarda, demak, suv quvurlaridan tortib yo'llar asfalt qilinmoqda, yangilanmoqda. Ushbu tizimda suv quvurlari, faqatgina suv quvurlari yangilanyaptimi? U yerda suv bormi haqiqatdan ham? Umuman Yuksalish milliy harakati bu mavzuni o'rgangan va ularning o'rgangan ma'lumotlari asosida jurnalist ushbu mavzuni chiroyli maqola qilgan. Keling, ayrim joylarni o'qiymiz. 2017-yilda 63,7% aholi toza suv bilan ta'minlangan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 81% ga yetdi. Ya'ni 8 yil ichida 9 million kishi markazlashgan ichimlik suv tizimiga ulangan. Bu albatta katta yutuqdek ko'rinadi. Biroq suv uchun quvur tortilgan, lekin quvurlarda suv yo'q bo'lsa-chi? Agar biz quvurlar tortilgani bilan unda suv yo'q bo'ldi desak, aholiga quvur tortib borganimiz bilan aholi xonadonlariga unda suv bo'lmasa biz maqtana olamiz bu shu ko'rsatkich bilan. Jurnalist bu yerda xuddi shu narsani aytyapti. Demak, qog'ozlarda buncha quvur tortildi, buncha xonadonga ichimlik suvi yetkazildi degan ma'lumotlar anchagina aslidagidek emasligini ko'rsatib bergan. Yurtimiz bo'ylab 101 ta mahallada o'rganilgan 99 ta loyiha chog'ida ko'plab muammolar ayon bo'ldi. Xususan, rasmiy hisobotlarga ko'ra, foydalanishga topshirilgan 67 ta loyihaning 23 tasida qurilish ishlari to'liq yakunlanmagani, 28 ta loyiha muddatida foydalanishga topshirilmagani aniqlandi. Sirdaryo viloyatidagi Baxt, Istiqlol va Ahillik mahallalarida esa tizim bor, lekin ishlamaydi. Monitoring jarayonida 9 ta mahallada qurilish va ta'mirlash ishlari sifatsiz bajarilgani qayd etildi. Jizzax shahridagi Ulug'bek va Qaliya mahallalaridagi suv minoralari xavfsizlik talablariga javob bermasligi aniqlandi. Jizzax viloyatining Arnasoy tumanidagi Zarafshon mahallasining 7 ta ko'p qavatli uyida suv faqat 3 kunda bir marta, yarim soat keladi xolos. Endi bu yerda bunday misollar ko'plab tumanlardan keltirilgan va taklif berilyapti. O'ziga xos takliflar bor bu yerda. Mana jurnalist aytayaptiki, o'sha yangi qurilayotgan uylardagi suv quvurlarining sifatiga javob beradigan mas'ullarni yo'qligini, ular bergan savollarga bir javob beradigan tayinli odamlar topilmaganini ta'kidlangan va buni jiddiy ma'lum bir guruhlar yoki bo'lmasa mana suv ta'minoti, tashqi tarmoqlar va inshootlar qurilish me'yorlari, qoidalari bo'yicha o'sha quruvchilarni, mas'ullarni
o'qitish kerakligi yoki mutaxassislar jamoatchilik vakillari ishtirokida qabul qilinishi lozimligi kabi jiddiy takliflar aytgan. O'ylaymizki, ushbu takliflar ham tegishli joylarga, o'z egalariga, mas'ullarga yetib boradi. Jadid gazetasining demak bu haftadagi 23-sonida ham juda ham yaxshi maqolalarga ko'zimiz tushdi. Mana ulardan biri aybsiz ayollar qamoqxonasi. Ko'pchiligimiz bilamiz, Qozog'istonning Qarag'an hududida bir paytlar qatag'onga uchragan ko'pgina ziyolilarimizning ayollari bu yerga surgun qilingan ayollar qamoqxonasi bo'lgan. U yerda juda ham katta Aljir deb ataladi bu qamoqxona. Mana shu qamoqxona haqida Aziza Ahrorova tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori juda ham yaxshi maqola e'lon qilgan. O'qishni tavsiya qilgan bo'lardim ushbu maqolani ham. Va yana Jadid gazetasida e'tiborimni bir maqola tortdi. Bu maqola hajviya janriga to'g'ri keladi deb o'yladim. Felyeton desam, felyeton menimcha talablariga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda chunki aniq tanqidga olinayotgan, kinoyaga olinayotgan obyektlar nomma-nom aytilmayapti, lekin yo'q, sog'amas bular, sog'amas degan sarlavhada demak Boboqand taxallusli jurnalistimiz demak ushbu mavzuni ko'targan. Qisqacha mazmunini aytadigan bo'lsam, hozirgi kunda juda ham ko'p o'sha kulgu janrda ijod qiladigan jamoalar bor. Ularni hozir nomma-nom aytmasam ham ko'pchiligingiz ko'z oldingizga keltiryapsiz. Men bu maqolani o'qib shuni tushundimki, mana shunday jamoalardagi ochiq, oydin, behayolarcha o'sha mavzularga o'tib ketish, mana shunaqa behayolarcha mavzular ortidan tomoshabinni kuldirishga urinish holatlarini tanqid qilgan. Shuning uchun ham men muallifni bu yerda juda ham qo'llab-quvvatlayman, juda ham o'rinli tanqid qilgan, hajvga olgan. Albatta ularni shunday guruhlarni sahnaga chiqishdan oldin bir ko'radigan, ularning dasturi bilan tanishadigan agar badiiy rahbarlar bu kabi tanqidlarni ham inobatga olishi kerak deb o'ylayman. Ijtimoiy tarmoqlarda oila o'rtasida yoki er-xotin o'zaro muhokama qilinadigan mavzularning Instagramga, Facebooklar va ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqilayotgani va keng auditoriya muhokamasiga tashlanayotgani ham tanqid qilingan. Oxirgi paytlarda mana shunday holatlar ham ko'payib ketdi. Bu bizning o'zbekona qadriyatlarimizga juda ham bir xunuk, yarashmaydigan holat deb o'ylayman va biz albatta o'z vaqtida kerakli paytda bong urishimiz kerak. Gazetalar sharhi Telegram kanalidan olgan yangi Sirdaryo gazetasining PDF variantini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Sirdaryo haqiqati nomi bilan chiqa boshlagan 1963-yildan boshlab ijtimoiy, siyosiy, ommaviy gazeta Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik degan mavzu berilgan. Mustahkam aloqalar va hamkorlik ufqlari, namunali bolalar oromgohi. Demak, hozir yoz mavsumi, yangi oromgoh ochilgani haqida hikoya qilinyapti. Ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy o'sishning hududiy namunasi, mahalla instituti, demokratiyaning asosi, xalq qabulxonalariga fuqarolarning murojaati, ishsizlikka qarshi yerdagi yechim. Demak, bu yerda bir yurtdoshimizning tomorqasidan yoki issiqxonadan qanday daromad ko'rayotganligi tajribasi yoritilgan. Aytar so'zi bor kishi, Sirdaryo baxshisi, yangi yerda kichik tadbirkorlikka moliyaviy turtki, niyatni to'g'ri qilaylik degan maqola berilgan bu yerda. Adadiga e'tibor qaratamiz. Qani 4000 nusxada chop etilar ekan. Viloyat gazetasi uchun menimcha 4000 nusxa bu ancha kam. Qolaversa mavzularni ko'ryapmiz. Odamlarni qiynayotgan, muammolarga yechim qidirilgan maqola ko'rmadim men. Olaylik, biz o'tgan safar Zarafshon gazetasini ko'rganimizda, bilasiz, Zarafshon Sirdaryo Samarqand viloyatining gazetasi qanaqa mavzularni ko'targan edi. Urgutda
elektr energiyasi ta'minotida qanday o'zgarishlar bo'ldi degan maqolasi bor edi. Bitta sonda 2-3 ta men o'sha o'zining viloyat miqyosidagi muammolarga yechim qidirilgan maqola topgan edik. Biz hozir yangi Sirdaryo gazetasida bunaqa maqolalarga ko'zimiz tushmadi. Faqat viloyat miqyosidagi bo'layotgan axborotlar, yangiliklar, yangi o'zgarishlar, albatta bu kerak. Juda ham yaxshi, mana rang-baranglik bor gazetada. Lotin grafikasida chiqar ekan, lekin bizda hozir o'ziga yarasha muammolarga yechim qidirilgan tahliliy maqolalar bo'lsa, juda ham yaxshi bo'lar edi. Bu haftada O'zbekiston bunyodkori gazetasidagi bir maqola e'tiborimni tortdi. O'zbekiston bunyodkori, demak, Qurilish vazirligining gazetasi. Mana hozir ko'ramiz, ko'rib turibsiz ekranda O'zbekiston bunyodkori gazetasini. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer maydonlari aniqlandi. E'tiborimni tortgani, lekin mana bu o'tgan yili uy xo'jaliklarida qancha quyosh panellari o'rnatilgan degan sarlavhali maqola. Rayhona Xo'jayeva ekan ushbu maqolaning muallifi. U mana may oyidan boshlab bizda elektr energiyasiga va gaz tariflari, narxlari oshdi. Shu narx o'zgarishi aholining elektr energiyasi va gaz iste'moliga qanday ta'sir qildi degan bu yerda savol ko'tarilyapti va ushbu savolga javob olish mumkin. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, 2024-yilning may-dekabr oylarida elektr energiyasi iste'moli 2023-yilning shu davriga nisbatan 10,6% ga kamaygan. 1,3 milliard kilovat soat tejalgan natijada. Demak, tariflarning oshgani baribir aholining oz bo'lsa-da tejab ishlatishiga sabab bo'lgan deyish mumkin ushbu mana natijalardan. Ilgari oyiga 10,000 kilovat soatdan ortiq elektr energiyasi iste'mol qilgan uy xo'jaliklari soni ayniqsa sezilarli kamaydi, deyapti jurnalist. 2023-yilda bunday oilalarning soni 80 mingtaga yaqin bo'lgan. Tasavvur qilyapsizmi? 10,000 kilovat soat, oyiga 10,000 kilovat soatdan ortiq ishlatadigan xo'jaliklar 80 mingdan oshiq bo'lgan bo'lsa, ularning soni 2024-yilda 15 mingtaga kamaydi. Menimcha bu ancha yaxshi natija. 15 mingta oila, demak, elektr sarfini kamaytirgan, tejashga o'tgan. Qizig'i shundaki, aksariyat aholi odatdagi me'yorlar doirasida energiya iste'molidan foydalanishni davom ettirdi. Oyiga 200 kilovat soatgacha elektr energiyasi iste'mol qilayotgan abonentlar ulushi 2023-yilda 71% ni tashkil etgan bo'lsa, demak 2024-yilda 72% ni tashkil etmoqda. Demak, bu qatlam yana barqarorligicha qolgan. Tabiiy gaz iste'molida bo'lsa, 2024-yilda abonentlarning 58% 500 kub metrgacha tabiiy gaz ishlatgan bo'lsa, 2023-yilda 54% ni tashkil etgan. Demak, ozgina mana 4% ga oshibdi 2024-yilda. Demak, tariflarning oshishi asosiy iste'mol hajmiga keskin o'zgartirish kiritmagan. Bu haftada jurnalistlarimiz mana shunday rang-barang mavzularga qo'l urdi. Aholini umuman ogohlantirishga, xabardor qilishga, e'tiborni tortishga harakat qildi. Kelayotgan haftada ham barcha hamkasblarimizga ijodiy barkamollik, kuch-quvvat tilagan holda bugungi sharhimizni yakunlaymiz. Salomat bo'ling.